Sizlar bilan men Dex. Do'stlar, Dex Gaming kanaliga obuna bo'linglar. Men hozir sizlar bilmagan zo'r narsani o'rgataman. Kimdir bilar balki. O mana bu tepada bitta dumaloqcha ichiga 3 ta nuqta bor. Minecraftda tepaga turadi. Ana shuni ustiga bitta bosamiz. Va bu yerga yozishga kirib, qiyshiqda yo'q. Kivi kuchukcha P barrier deb mana shu kuchukcha P deb nimadir yozsangiz, kuchukcha P bitta o'zingizga beradi, kuchukcha A hamma o'yinchilarga beradi. Shunday deb mana bu strelkachani bosasiz. Keyin mana o'yingizda mana shu barrier paydo bo'ladi. Mana o'lga olsangiz ko'rinadi, olmasangiz ko'rinmaydi. Bu yog'iga o'tib ham bo'lmaydi. Shunday qilib command past chiziqcha blok yozsangiz ham bo'ladi. Xohlagan narsangizni nomini yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, command blok. Mana command blok. Hop, yana bitta usul bor. Bunga kirib turib, qilib qo'yishda qo'yib turib, time set deb qo'yamiz.